Assalomu alaykum aziz guruhdoshlar, Instagram, Telegram tomosha qiluvchi mening gulsevar obunachilarim, xonaningiz bir nima ko'rsatmoqchi sizga. Mana qarang, ayol vaqti uchun maslahat so'raganlar. Mana 9 ta qarang. 9 ta ayol vaqti guli mana shular. Bitta gulim xafa bo'lgan edi. Mana shularda barg sira yo'q edi. Tomiri edi. Karamzitga ekib qo'yib, tomirlatib keyin bunga ekkanman. Bularda yo'q edi hech nima. Mana bularda anchagina barglari bor edi, qarang. 8 oy bo'ldi qilganimga. Bitta tuvak o'lib qoldi deb tashlavormadim. Qayta ko'klatdim. 9 ta bo'ldi. Mana endi xudo xolasa gul chiqarishga harakat qilyapti. Mana qarang. Hammasi juda ham go'zal. Bitta tuvakni 9 ta qilib oldim. Mana. Qarang, 8 oy bo'ldi. To'g'ri 8 oy bo'ldi bularga. Endi mana shu yerda o'syapti chiroyli bo'lib. Mana bu gitaralar ham o'lib qoluvdi nimada? Tuvakda. Qaytadan yerga ekib oldim. Mana qarang. Dalaga ekkanman, qanday chiroyli bo'lib ketdi. Dalaning ham foydasi bor, o'rtoqlar. Shunday qilib ko'paytiraman hamma narsani. Ayol vaqti guli o'ta beor. Hech qanday o'lib ketmaydi, hech qanday baqish qiyin emas. Faqat suv dudim ko'p bermasangiz bo'ldi. O'zi cho'llasa bildiradi bular nima qilish kerakligini. Mana shu barglari shunday bo'lib, salpayib qoladi. O'sha paytda tagidan suv chiqqancha sug'arasiz. Bitta tarelkadan qo'yib. Keyin xo'sh qaraverasiz shungacha. Yana bargi shunday bo'lib osilib qolsa berasiz. O'shangacha suv bermaysiz. Agar bargi osilmasdan oldin suv bersangiz chiritib qo'yasiz. O'lib qoladi. O'rtoqlar. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Instagramda menga yaxshi so'zlar aytgan insonlardan minnatdorman. Hammangiz Allohning panohida bo'ling asallarim. Ilohim bundan-da go'zal sharoitlar yaratib yashash sizlarga ham nasib qilsin. Qiziqinglar, e'tibor qilinglar. Harakat qilsangiz barakat bo'ladi. Allohdan kelsin. Salomat bo'linglar.